yoshgina kelindi. Yoshgina kelindi o'ldinda chora topasizlar. Topmasalaring qo'ymayman baribir. Samarqandda kelin noto'g'ri ukol qilinishi sabab vafot etdi degan xabar internetda tarqaldi. Holat bo'yicha Bosh prokuratura quyidagi ma'lumotlarni ochiqladi. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinovning ma'lum qilishicha, joriy yilning 12-yanvar kuni soat 17:00 lar atrofida Payariq tumani Ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismidan kelib tushgan xabarga ko'ra, Payariq tumanida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan ayol Cherak shahar 1-son shifoxonasiga yaqinlari hamrohligida olib kelingan va ushbu shifoxonaning qabul bo'limida ayol vafot etganligi qayd etilgan. Otamaz, meydan kasal borda. Otamazlar. Aniqlanishicha, marhuma 2026-yil 5-yanvardan buyon Cherak shahrida faoliyat olib borayotgan shifokordan bachadon bo'yi eroziyasini muzlatish amaliyotini olib kelgan. Vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida barcha mas'ullar voqea joyiga borgan. Ayni vaqtda marhumaning o'lim sabablarini aniqlash yuzasidan sudga oid tibbiy ekspertiza tayinlangan. Hozirda tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Biz ko'rsatuvimizning ertangi sonida ushbu voqeaning batafsilroq tafsilotlariga to'xtalishga harakat qilamiz. Millar dasturi marhumaning oila a'zolariga hamdardlik bildiradi.